Her günlük iste'mol qiladigan suvimizni görünüşüne qarang obunachilar. Hozir eksperiment etib ko'rdik. Laboratoriyadan o'tgan suvimiz bu esa yodlangan kumush suvi. Obunachilar, sizlarni ham kunlarda suv tashish, bolalaringizga simiysa, ovqatga suv kelib qo'yish joningizga deydimi? Xuddi shu problema mendan bor edi necha yildan beri. O'zim uyima suv filtrlarini qo'ydirishga qaror etdim. Lekin hozir dim ko'p murojaat bo'lib turibdi. Suv filtrlarini ko'pisi parshivniy chiqib turibdi. Servisi yo'q ekan va sizlar uchun garantiyali bo'lgan servis, hamma narsasi, xizmatlari bo'lgan nemetskiy firmani Aura firmasini suv filtrlarini obunachilar topdim va xonadonimga hozir o'rnatyapman. Hozir zo'r skidkaga yetib turgan ekan. Agarda suv filtr qo'ydiradigan bo'lsangiz, ichida havo tozalaydigan va qozon naborlari besplatniy podarka bo'ladi. Farzandlaringizning kelajakda sog'lom bo'lsin desangiz, obunachilar Aura firmasining Sebrum Pro apparatini xarid qilinglar. Eng asosiysi obunachilar, men sizlar uchun ishonchli 100% garantiyali, sifatli mahsulot sotadigan dilerni topdim. Ko'plagan taniqli insonlar uyina qo'ydirib turibdi, Xorazmda imunni zakaz etib oldirib. Agar sizlar ham kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilasizlar, telefon raqam profillarini qoldiraman, o'tib ham ko'ringlar.